Assalomu alaykum. Admission platformasiga xush kelibsiz. Bu yerda siz o'zingizga mos universitetga hujjat topshirishingiz, shuningdek universitetlardan grant va maxsus takliflar olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish juda oson va atigi 1-2 daqiqa vaqt oladi. Agar sizda Google account bo'lsa, tegishli tugmani bosib tezda tizimga kirishingiz mumkin. Agar accountingiz bo'lmasa, login yoki registratsiya tugmasini bosib, kerakli ma'lumotlarni kiritasiz. Shuningdek, siz Google, Yandex yoki boshqa akkauntlar orqali ham tizimga kirishingiz mumkin. Tizimga kirganingizdan so'ng, siz bosh sahifaga o'tasiz. Keyingi qadam profilingizni to'ldirish. Profil sahifasida siz profilingiz necha foiz to'ldirilganini ko'rasiz va universitetlardan taklif olish uchun qaysi ma'lumotlarni kiritish kerakligini bilib olasiz. Avvalo ismingizni kiritasiz. So'ng tug'ilgan sanangizni yozasiz. Keyin yashayotgan davlatingizni tanlaysiz. Xohlasangiz shaharni ham ko'rsatishingiz mumkin. Shundan keyin siz o'qishni xohlagan davlatlarni belgilaysiz va qaysi yo'nalishda tahsil olishni xohlayotganingizni tanlaysiz. Barcha ma'lumotlarni kiritgandan so'ng saqlash tugmasini bosasiz. Shu bilan profilingiz minimal darajada to'ldiriladi va siz platformadan foydalanishni boshlashingiz mumkin. Keyin siz universitetlar sahifasiga o'tasiz va barcha universitetlar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Sizga yoqqan universitetni tanlab, uning batafsil sahifasiga kirasiz. Bu sahifada universitet haqida to'liq ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Uning reytingi, umumiy ma'lumotlari, overview, talab qilinadigan hujjatlar, sertifikatlar va mavjud fakultetlar. Shuningdek, bu yerda siz universitet bilan chat ochishingiz, interest tugmasini bosib qiziqishingizni bildirishingiz va universitet sahifasini boshqalar bilan ulashishingiz mumkin. Shundan so'ng siz Documents, hujjatlar sahifasiga o'tasiz. Bu yerda siz o'zingizning barcha kerakli hujjatlaringizni yuklashingiz mumkin. Masalan, IELTS sertifikati, pasport, diplom va boshqa hujjatlar. Agar sizda hujjat hali tayyor bo'lmasa, platformaning o'zida maxsus file editor, hujjat tahrirlovchi mavjud. Bu kichik Canva kabi ishlaydi. Bu yerda siz o'zingiz haqingizda ma'lumot yozishingiz, hujjatni dizayn qilishingiz, kerakli faylni noldan yaratishingiz mumkin. Va eng qulay tomoni, tayyor bo'lgan hujjatni shu yerning o'zida darhol saqlab yuklashingiz mumkin. Keyin siz Offers sahifasiga o'tasiz. Bu yerda sizga universitetlardan kelgan takliflar va grantlar ko'rinadi. Shundan so'ng siz Xarita, Map sahifasiga kirishingiz mumkin. Bu yerda barcha universitetlar joylashuvi bilan ko'rsatiladi va siz ularni xarita orqali ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Oxirida esa sun'iy intellekt sahifasiga o'tasiz. Bu yerda maxsus AI yordamchi mavjud. Agar sizda qandaydir savollar bo'lsa, siz unga murojaat qilishingiz mumkin. Hatto qo'ng'iroq orqali ham. U platformaning har bir qismini juda yaxshi biladi va sizga hamma narsani tushuntirib beradi. Shu bilan platformaning asosiy funksiyalari bilan tanishib chiqdik. Endi siz Admission orqali o'zingizga mos universitetni topishingiz va bemalol hujjat topshirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga o'qish va kelajakdagi faoliyatingizda katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Agar sizda savollar bo'lsa, platformadagi AI yordamchiga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rganingiz uchun rahmat.